Bizada mana yarim kechasi 3 ta svetoforda turibsiz. Hech kim yo'q, GAI yo'q, kamera yo'q. Sabringiz chidamayotgan bo'lsa yurib ketaverasiz-ku, to'g'rimi? Germaniyaga boring. Yarim kechasi 3 ta ham kutib turadi. Kamera bo'lmasin, GAI bo'lmasin, hech kim bo'lmasin, farqi yo'q. Nimaga? Ishonch yotadi. O'zaro ishonch. Davlatni jamiyatga, jamiyatni davlatga bo'lgan ishonchi natijasida bu narsa shakllangan. Bizda hamma narsa qo'rqitish yo'li. Jamiyatga nisbatan, davlatga nisbatan mas'uliyatni his qilmaydi. Chunki bizda bu eskidan qo'rqitish yo'li orqali o'rgatilib kelingan. Tarbiyada ham ko'proq qo'rqitishga yondashilgan. Tushuntirishga, tushunishga, unga o'sha yo'l yo'riq ko'rsatishga, vijdonan yondashishga qaratilmagan bizani tarbiya sistemamiz. Bizda ko'proq qo'rqitish yo'li orqali hamma narsa qilingan.